Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli cemaatlerimiz, bugünkü günde bazı kıyırdaşlarımızın kelişi teklif kılıngan bolsa mı, öyde turup ibadet kılış, zikir, tesbih okuş, dua kılışını ebzel görüp, şunu üzeri etikemeyen kıyırdaşlarımızın var. Doğru hem de öyde oturup zikir, tesbih, isakım buludu. Hakikaten bugünkü gününe ait muhim ve ebzel bir gün. Şunun ile birlikte bizningki zikir, tesbihlerimiz, bizningki şu bugünkü muş faaliyetga o'xshash mushundaq faaliyetlerimiz mening tushunjamda hammasini ibodat deb qarayman. Chunki bu yerda vatanimizda Allohning dini depsendi qilinayotgan, Allohning kitobi depsendi qilinayotgan, shu kitobini o'qigan, yodlagan insonlar o'ltirilayotgan, shu Allah'ның yol yoruqu boyunca mağmen davatkan insanlığa türlük ceza verilayotgan bir günde biz emdi muşu chet ellerde özümüzün şahsi ibadetlerimiz bilen bo'lib bir-birimiz bilen bo'lgan muşundaq o'ltirish qo'pashlarni buni azaytib etsek, bunun sel qarasak, günden güniga bizning ahvolimiz xarablashudi chet elde. Şununla muşu oturuşlarımı ben şu öyde okuyan zikir tesbihlerge o'xshash, dualıga o'xshash ebzel ve onundumu bekrab ebzel deb qarayman. Hem de bu yerda meni ichilish so'ziga taklif qilgan bo'ldi qarindishim. Ichilish so'zidan vaqtimiz bir az bor. Bugun kunninki ne kadar muhim ekanligi. Şunun bilan birlikte muşu bugunki Arafa günü deb ataladi endi bu kun. Muşu Arafa günü münasebeti bilan Turpan'ınki Lükçin diyarida bir türküm hakikatperver Allah'ның dini korlangan bir ahvalda şunun karşı durup cesaretini gösterken bir türküm kıyırdaşlarga dua kılış üçün, şularni bir hatırlaş, esleş üçün, şularning iş izlerinden ügünüş üçün, cesaretimizni, kahramanlığımızı aşırış üçün bu yerga yig'ildik endi. Hem de bu yig'ilishimizni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ninki muş hadisiga sep durup Rabbimizden muş hadisninki ko'rsatmasi bo'yicha mushundaq bir ecir aladigan so'rin qatorida qabul qilishini Rabbimizdan so'raymiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ning deganida bir turkum kishilar bir uyga yig'ilib Allohning kitobini o'qishsa va u kitobni tilovat qilib dars qilishsa, o'zaro muzokara qilishsa, ularga bir xotirjamchilik tushdi. Ularga qalblarida bir xotirjamchilik bo'ldi. Ularni rahmat taraf-tarafdan qo'rshab turdi. Farishtalar bularning atrofini yo'gab qo'rshab turdi deb bu shaklda tushundirib, oxirdagi mazmunda Alloh huzuridagi farishtalar ichida bu o'ltirgan jamoatningki ta'rifini qiladi. Ularni eslab o'tadi deb Rasululloh bu shaklda tushundirgan. Bu yerda bu Arab tilidagi sakinat degan bu so'z qalbdagi bir xotirjamchilik. Hozirgi shu dunyoga qaraydigan bo'lsak, ko'p insonlarning yo iqtisoddan xotirjam bo'lmaganligi, yo qilayotgan tijoratidan xotirjam emas, yo tutayotgan siyosatdan xotirjam emas, yo davlat boshqarayotganligi xotirjam emas, hech kimdan xotirjam emas, hech kim hech ishidan xotirjam bo'lmayotgan shundaq bir davrda yashayapmiz. Demakki, bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisideki bu es-sekine degan bu lafzi xotirjamchilik nereden keladi? Allohdan keladi. Qachon keladi? Xotirjamchilikka olib boradigan shundaq Allohning kitobini tushunadigan, buningga cho'kadigan, buning yo'l yo'riqlarida o'zimizga tatbiqlashga tirishadigan shundaq bir suhbatlarni qilgan vaqtimizda Allohning yordami bo'ladi. Hozir islom musulmon desa xuddi bir hikoyadek anglandi qulog'imizga. Bu bundaq emas qarindoshlar. Gerçi bir 100 yıldan aşkan bolsa-mı, İslam milletiningki hayvesi yerga urilib, bularning ishlari kundan kunga tuvallab, bularning düşmeni şan şöhret tapqiniga 100 yil bo'lgan bolsa-mı, aslida islom ummati bundaq bir ojiz, bichora millat emas. Afsuski shunda bo'ldik hamda biz o'zimizning dinimiz bo'yicha tushungan vaqtimizda biz Allohningki marhamatiga intilish uchun Allohningki ko'rsatmalarida tig'imi ching tursak, bizga xotirjamchilik bo'ladi.
Endi muşu Arafa günüsü münasebeti bilen ve şundaqla bu surede bir neçe türlük ilgirki tarixte ötken insanlarınki ahvali sözlünüdü. Şunu bilen birleştirip kıskağını ben bir toxtulup öteşini muvaffak gördüm. Bu bir ilmi, yani dini ilim meselesinden toxtalımız bunun da. Bu Fecr suresi deydiğen bir sure var Kur'an-ı Kerim'de. Bu Fecr suresideki asaslık mezmun birincisi muşu bugünkü muşu gününki Zulhajjınınki muna muşu birinci gününden başlap bugünkü ve erteki kelguçilik bolgan biz heyet dep ataydigan muşu jarayonlarning tushuntirilishi bilan birlikte tarixda o'tgan şu devriga nisbatan bek kuchlik deb sanalgan haddidan tashqari şu devrdagi naiti texniki seviye hamma jihatlardan şukur sanalgan şundaq insanlarning yer sharida vayron bo'lganlik to'g'risidagi bir voqelikni bu so'z bizga tushuntirdi. Bunu o'rganish orqali biz jasoratlanamiz. Chunki biz Qur'onga ishonamiz emasmi? Biz ishonayotgan Qur'oni Karimda mushundaq haqiqatlar so'zlangandan keyin biz buni o'rganish orqali jasoratlanamiz. Endi bu yerda Rabbimiz deydi: "Vel fecr ve layalin ashr ve şef'i vel vetr ve leyli iza yasr." Fecr degan mushu tanıtış degan ma'noni bildirdimdi. Tanıtış bilan qasam. 10 gün bilan qasam. 10 gün degani mushu Zulhajjınınki 10-cü günü, birinci gündən 10-cü günügacha bo'lib, 10-cü günü bo'lgan vaqtida heyit bo'ladi bizga, qurban heyit bo'ladi. Jub bilan qasam, taq bilan qasam. Endi bu jub, bu taq degan bu so'zni tafsir olimlari, tafsir Tabari'de şef'i deganni bugünkü günni, yani muşu Arafa günüsünü deb tushuntirdi. Bu nimening jupi desa 9-cü gün bo'lganlikdan 9 degan arab tilida taq emasmi, hamda tafsiri Tabari'de bu şekilde tushuntirdi. Vitr demak jup shaf'i vitr deganni taq deb bugungi kunni ko'rsatdi. Shaf'i deganni atidagi 10-cü günü deb bu şekilde tushuntirdi. Hamda bu yerda nima uchun a so'z oldida ma so'z keyinida bo'ldi degan bu masalalarni ma ilim ehli bo'lgan, yani mushu sohadagi qarindoshlar buni shu kitoblardan bu aslida tuvanda bor, biz buni jiq to'xtalib bo'lolmaymiz. Endi davomliq o'tab turadigan kechi bilan qasam, vallayli iza yasr degan sara yasridan chiqqan davomliq mengib turadigan, o'tab turadigan kech bilan qasam. Shu qurqi 5 turlik qasamda tanıtib turadigan subhi bilan qasam, 10 bilan qasam, 10 kunninki kechalari bo'lgan mushu kunlar bilan qasam, jub va taq bo'lgan vaqt kunlar bilan qasam, davomliq mengib turadigan kechi bilan qasam deb mishad 10 xil narsani, 5 xil narsani sanaydi, 5 xil qasam. Endi bu qasamni deb Rabbimiz jalla va ala aqlliq odamga bu nihoyatda muhim bir qasam deb tushuntirdi. Endi bu qasamni qilishidagi asosli maqsad buningdan keyin hamda. Bu yergachilik Rabbimiz nima deydi? Endi ma boshdagi mushu oyatni mening hayron qoldigan bir nuqtam, ma boshdagi 5-oyatgachilik oyatni butun dunyodagi ahli ilmlar bu yerda bek to'xtaldi. Günning fazilati, arab kunning fazilati, nahri kunning fazilati, Zulhajjning fazilatini nihoyatda bek to'xtaldi. Allah bu darajada qasam qilib turib, aslida nima demoqchidir? Alam tara kayfa fa'ala robbuka bi'ad. Ma keyindagi mazmunni Rabbimiz bizga tushuntirdi. Fa'ala robbuka bi'ad. Ad deydigan bir millat dunyoda bir qavm o'tgan tarixda. İrama zatil imad. Bu Ad qavmininki ilgirki bularning oti bo'lsa, Iram degan shu Ad deydigan bu millatning bir millat hamda shu millatning ilgirki oti bo'lari. Bular imad bo'lgan, yani nihoyat kuchlik bo'lgan, boshqalarga shu davrda yashayotgan davlat shakli bilan tushungan vaqtimizda boshqa davlatlarga kuch jihatdan tayanch kuch rolini o'ynaydigan, texnik jihatdan tayanch texnikani rolini o'ynaydigan, iqtisodiy jihatdan shundaq, kuch jihatdan nihoyat ajoyib kuchlik shundaq bir millatning tarixda o'tganligini Rabbimiz bizga buni tushuntirdi. Allati lam yuxlaq misluha bil bilad. Şəhərlərdə tək anın oxşaş andaq güclük bir millət yaratilib baxmağanlığını Rabbimiz deydi. Demək ki, pek güclük millətkən də bu. Acayip bir güclük millət tarixdə ötkən. Əmdi və Səmud əlləzinə cabus saxra bilvəd. Səmud deydiğən bir millət mi ötkən tarixdə? Biz əmdə hazır
palani millet, pokoni millet dep bizge zulüm kılıvatkan, dünyamı onun zalimliğini bilmeyivatkan, bülsümü şunundan kokap durup, hem de 7 yıllık yerden tazim kılışka başladı hem de. Aslında 7 günlük deyittik, hem de 7 yıllık yerden tazim kılıp duruvatkan, bu şunda Xitay milleti deydiğen bir millet var hem de. Bu millet biz bilen bivast münasibetlik. Bizning vatanimiz bilen münasibetlik. Biz şu diyarımızda tug'ilib cho'ng bo'lganligimiz uchun, bizni ishg'ol qilib olganligi uchun biz bilan bevosita munosabatli bo'lgan shunday bir millat. Hamda bu yerda Samud deydigan bu odamlarning gapini qilib, Ad deydigan odamlarning gapini qilib, Iram deydigan odamlarning gapini, ya'ni 3 xil tarixda o'tgan insonlarning gapini qilib, bular nihoyat pek kuchliligini buni so'zlab Rabbimiz Jabu Sahra bil Vad. Bular şu davrlarda qattiq yo'g'on toshlardan şu taşlarını tişip, önkür içip bir narsalarni yasap şunda qiladi deydi. Şu davrlarda yo'g'on taşlarni, tog'larni teshadigan shunda qiladi ekan. Hamda hozir o'ylasak, tog' teshadigan mashina bormi? Şu davrlarda ularning kuchligidan şu tog'larni teshib shunda qiladi. Ondan keyin Firavun deydigan bir voqelik bor. Bu Firavunmi Qur'oni Karimda tasqaladi, Qur'onning yerimi şu Firavun voqeasida. Nima uchun bu Firavunlar Qur'onda jiq so'zlanadi? Firavunlar qiyomat kuniga qadar tugamaydi ekanda, davomli qiyomat Firavun chiqib turdi ekan hamda. Va musulmonmi shu Firavunlarning voqealigiga qarab turib, hozirgi Firavunlar bilan shu Firavunlarni selishtirib, undaq bo'lsa shu Firavunlar yer sharidan yo'qab ketgan bo'lsa, vayron bo'lgan bo'lsa, o Firavunlarni bir odam tilg'asi yaxshilik bilan tilg'olmaydigan, ularga nafrat o'qiydigan mushundaq bir holat shakllangan bo'lsa, demakki hozirgi zamonning Firavunlarimi yo'qaydi. Qur'onga ishongan odamlar ma'noga ishoninglar degan mandaq bir signalni Rabbim uchurini Rabbimiz bizga berishni maqsad qiladi. Allazina tagaw fil bilad. Endi bu yerda zil avtad degan zulmning bir shaklini tushundirdi. Bu avtad degan insonlarni qo'ziqqa bog'lab turib qiynaydigan hokimiyat, mushundaq bir istibdod zolim hukmdor ekanda bu. İnsanlarni qo'ziq, 4 tal qo'ziq haqida ekan, bir qo'ziqqa bir putini, yana bir qo'ziqqa bir putini, bir qo'ziqqa bir qo'lni, yana bir qo'ziqqa bir qo'lni bog'lab, mushundaq tatib turib, shu vaqtdagi issiqda mushundaq insonlarni shu kun nurida qizitib o'ltiradigan mushundaq bir xil jazoni qo'llanib ekan. Enandan boshqa sanab tugatib olmaydigan jazolarning gapini qiladi. Bular shaharlarda tağav degan bo'yontavlik qilgan, gadankeşlik qilgan, haddidan oshgan degan ma'noni bildirdi. Haddidan tashqar bo'yontavlik qilgan edi, gadankeşlik qilgan edi, eskilik qilgan edi. Faksaru fihal fasad. Ular buzuqchilikni voyaga yetkazib qilgan. Bek buzuqchilik qilgan degan, buzuqchilikni eng voyaga yetkazib qilgan insonlar shu edi. Hamda bularningki hozir masalan Firavunni so'zlab o'tdi bu oyatda, Samudni so'zlab o'tdi, Adni so'zlab o'tdi. Iram degani ash Adning ilgirki oti bo'g'illari, ilgirki tarixda o'tgan Ad deydigan millat. Bular hammasi shu davrda yashab o'tgan millatlarning va zolim hukmdorlarningki sufti bu. Mushundaq hukmdorlar tarixda o'tgan deb kelib, bular haddidan oshdi. Fasabba alayhim robbuka savta azab. Robbing ularga azobning qamchisini yo'lladi. Bu Qur'oni Karimdagi yana bir hikmatlik bir masala. Xo'sh, endi yuqoriga qaytsak, unda tasavvur qilsak, masalan hozir Xitoy zolimlari turlik tumanlik hili nayranlari bilan, zulmlari bilan, pullarga tayinib, texnikasiga tayinib, kuchiga tayinib bir-birimizga düşmanlashtirishdan boshlab, bizni qo'rqitishdan boshlab, bu qo'rqitish bizning qalbimizdan boshlab qo'rqitib, bizni ensirtib, ota-onalarimiz orqali, urug' tuqqanlarimiz orqali, mushunda qo'rqitish orqali, mushunda qilib turayotgan bir xil holatlarni ko'ramiz. Ma chet elda, vatandagi zulmni, vatandagi qo'rqishni uni tasvirlab bo'lolmaydi. Vatandagi qo'rqish boshqa bir qo'rqish hamda. Vatanda bir insonning ba'zida o'lib ketishi bir rohat bir narsa. Xitoyning turmusiga kirib qolganlarini bilasizlar. O'lib olmasin deb 10 santim keladigan jipni saqlag'il qo'ymaydi endi. Kirgan kunidan boshlab, ishton beg'idan boshlab, jip oyoq bo'lsa, oyog'ining jipi, oyog'ining tegidagi shunday qattiq
gangbendek bizning bo'lib qolsa, qattiq tümürdek bizning bo'lib qolsa, shu bizningni albatta elib oladi demdi. Mush o'zini bo'g'ab o'ltirib oladi yoki bir yerga usib o'ltirib oladi deb, ba'zi uylarda, ba'zi shunday kameralarda bütün tamlarga 4-5 santim bulut o'rnatilgan gap. O'zini usib o'ltirib oldi deb. Nima uchun unda qildi? Azap yama. Ölen ba'zida rahat insonga. O'lgil olmaydi da. Endi niyatini buzib bir musulmon sabr qilib ketadi. Lekin endi jondan to'yab bir o'lib olaydisimi, u yerda xo'rliqqa, haqoratga, zulmga chidamay bir o'lib olaydisimi, o'lib olish imkoniyatini uni bermaydigan gap. İmkon qadar uni bir ozdurib, oxiratlikini ziyon tatqizib, enandan keyin o'lib ketishni xohlaydi. Mushundaq bir qabih ahvol bor endi. Jamiyat tutuqallımı davamlı korkunç içinde turdu. Baytı xatircem emas, dini sahadikiliti xatircem emas, ziyalilik sahasdikiliti xatircem emas, normal dehantı xatircem emas, yoshlartı xatircem emas, hemmeden qo'qab turadigan gapda. Endi mushunga o'xshash, mushunda qo'rqinishni ilgirki tarixlarda o'tgan shu Fir'avnlar, Ad, Samud degan mushu millatlarmi shu vaqtdagi xalqni shunday ezgan hamda. Shunday zulm qilgan. Hozirgi zulmdan qilishmagidek zulm qilgan, ularning oqibati, bularning holi qanday bo'ldi desa, ularga Alloh shunday bir azobni berdiki, bu yerda savt degan bir so'zni ishlatdi. Savt degan qamchi degan gap. Til arabning til uslubida. Bu yerdagi savta azab deganni tafsir olimlari nima deb tushuntirdi desa, bu ularga berayotgan azab shu darajada qattiq bir azobki, bir qiynashki, jahannam azobining bir turkumi, bir ma'lum bir qismi shu yerda bo'lgan. Tarixda bo'lgan barliq kelgan qiynashlarning bir qismi bo'lgan. Buningdan keyin bo'ladigan qiynashlarning bir qismi bo'lgan. Tasavvur qilolmagidek azobning hammasini cho'ng bir narsaga o'xshatsak, shu cho'ng bir narsani qamchilab turadigan bir qamchi, shu azobning bir qamchisini ekilib, shu yerda shularni shu qamchi bilan urgan. Yani tasavvur qilg'usiz bir halokatchilikka yuzlangan deb bu shaklda tushundirdi. Rabbimizningki bizga bergan tushunchasi bu. Endi biz bu oyat karimadan oladigan bugungi darsimiz nima? Shu davrlarda, shu tarixlarda shu sizlarga o'xshash yashab o'tgan insonlar qo'rqib, ansirab, jinidan ansirab, ota-onasidan ansirab, melidan ansirab, uningdan ansirab, buningdan ansirab, shularga bo'ysundimi? Şoluğu nima deysen deb qarshi turishdan qichib ketdimi, mükib oldimi yoki ching tudimi degan bir savolni bu yerda o'zimizga qo'yishga to'g'ri keladi. Ular ching tudi. Ching tug'anlik boshqa suralarda keladi Qur'oni Karimda. Bu tasavvur qilg'usiz. Bir ona bolaning bir voqealigi bor. Bir ona bola. Ko'z oldida bir onaning bolasidagi quchog'idagi bolani elib qaynayotgan mayga, biz tamoq yeydigan mayni qaynatib turib shu mayga otadigan gap. Undan keyin onasini jazolaydigan gap, boshqani jazolaydigan gap, tasavvur qilg'usiz shunday qiyin qistaqlar, shunday shu davrlardan bo'lib ketgan. Endi hozir shunday bor. Endi shuning bu yerda qo'rqish masalasi. Ataxshawnahum deydi Alloh Qur'on. Ularni qo'rqamsizlar. Shu oyatdagi hum degan damir nima desa, ular degan davomli kelib turadigan Fir'avnlar degan gap endi. Davamlıq kelib turadigan Fir'avnlardan qo'rqamsizlar. Allah qo'rqishga eng haqliq edi u. Ulardan qo'rqamsizlar deydi Alloh. Endi bu yerda bu dunyoda mushundaq bir ilgirmi mushundaq bir hukmdorlarning, zolimlarning, mustabidlarning o'tganligini Qur'oni Karim bizga tushuntirdi. Shu mustabidlarga bo'yin egmay ching turib, namuna shakllik bo'lib o'tgan musulmonlarni bizga tushuntirdi. Endi biz qanday qilamiz? Biz Qur'oni Karimga ishonadigan bo'lsak, mana Qur'on. Fajr surasininki 14-oyatiga keluvchilik qarindoshlarimiz tarjima Qur'onni qisqa, haqiqatan buni bizlar tushunolmaysizlar. Tarjima qilingan tafsirlar yoki turkchada asosli bakchiq tafsirlar bo'ldi ekan. Turkcha tafsirlardan bir nechta tafsirlarni ko'rsak, bu mazmunni taxmin ifodalaymiz, tushunamiz, o'zimizga nisbatan taxmin oydinlashadi. Demakki, ilgirki zolimlar qanday halok bo'lgan bo'lsa, vayron bo'lgan bo'lsa, yo'q bo'lgan bo'lsa, bizga zulm qilayotgan zolimlarmi, ya'ni Xitoy zolimlarimi, Xitoy zolimlariga ishlayotgan Uyg'ur Xitoylarimi, shularga jasuslik qilayotgan Uyg'ur jasuslarmi, shularga o'xshash shunday bir kunga duchor bo'ladi degan narsaga biz ishonamiz. Chunki biz Qur'onga ishondik.
Kur'an-ı Kerim bizge şu nasihatini berdi. Bugünkü menonki kırındaşlarımga sunmakçı olan bu ayet-i kerimedin mezmunun muşu. Allah razı olsun. Şunun bilen birlikte kırındaşlar bugünkü bu günümüz nayet ehmiyetli bulur dep oylayman. Çünkü hem Kur'an-ı Kerim'ni hatmi kıldık, dua mı kılımız, hem şundak bir zulümge karşı duruş yoludaki özara fikir almashtırış ve düşüncemizden tıkımı çunkurlu tuş, zalimden korkmaslık muhim boğulu. Şu devirde, lükçün diyarıda boyun eğmestin, bel boyvetmestin, korkmastin, cesur halette şehit boğan kırındaşlarımızdan ki ruhiden ügünüp, bizim şundak cesur haletlerde buluşumuz için bugünkü bu meclisimiz sebep bu bağlısı der, bunu ümit kılımız. Allah razı olsun. Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli mihmallar, ustazlar, Allah hemimizlerin bugünkü erp günüge mübarek olsun. Keliş aldı durgan kurbanı heyetimizler mübarek olsun. Hemimiz bilgendek bundan 10 yıl mukaddem, yani 10 yıl ilgili bizden Turpa vilayeti, Piçan nahiye, Lühçün Bazırı'da pidakar, cesur, erkek imanlı bir Türk'üm yaşlarımız Xitay tecavüz cellatlara karşı meydanға çıkarılan cihadi hareketini hatırlap oturupdimiz. Bu münasebet bilen şu cihadi hareketin tepsilatı boğan, yani qanda boğan, Xitay qanda zerbilerini vergen degan temada azırak şu vaxtki özüm bilgence başka bildiğin kıyırındaşlarımızdan bazılarını özüm bilmeyen soruğa egelligen ahvallarını biraz şu qağaz yüzüge çıkargan şunu kıyırındaşlara bir okup berişine layık tapdım. Dikkat kılıp anlayasızlar. Bu temaya kirip kessek her qanday millet düşmanları tarafından uçurgan zulümlerini ve şu zulümge karşı duruş yolunda kurban vergen şehitlerini unutup ketiş sebepli kelgüsündeki baxt saadetini yoktudu. Çünkü biz şehitlerimizin her zaman hatırlap duruşumuz gerek idi. 10 afsuski 10 yıl bu yıl 10. yılı 2013 yılı yüz bergen bu katliamını biz hem bu yıl mana 2023'te birinci ketim yığılıp cemaatimiz bilen oturup ortaklaşıvatımız. Bizning bugün bu yerge yığılışımızdaki sebep hazırki vaktin 10 yıl burun Allah'ın bizning ve bütün insaniyatning düşmanı bo'lgan zalim faşist Xitay işgalci Xitay devleti kılgan insaniyatga yat, insanlıkka yat zulmü yerlikini ve zulmünü qaytadan esleş bu yoldaki şehitlerimizin roluna dua kılış üçündür. Rabbimizden kılgan dualarımızı öz dergahida kabul kılışını bizge şehitlerimizin intikamını alalığıdek iman, güç, kuvvet, imkan ve fırsat ata kılışını sorayımız. Amin. Şu vaxtki kanlık bastırış ve onun cereyanı. Tangırtağ tizimlisinin şarkı bölgedeki tabi şekillengen meşhur Turpan oymanlıkla caylaşkan Lükçün uzak asırlardan bu yan Uygur halkı topuşup oturaklaşkan nefit, gaz, kümür, altın ve başka sanat tüketkili bulmaydıgan meden zapasları bilen hem iktisadi hem stratejiyelik orne sebeplik intayın muhim yurttur. Asırlar mabeynide İslam ve Uygur milli kimlikinin müstehkem qal'alaridan biri bulup gelgen Lükçün 1949 yıldaki Xitay devleti, Xitay tecavüzçü devleti, Komünist Partiyası işgal edildi keyin izchil köçmen Xitaylarını yerleştirip Müslüman Uygurlarını dinden yiraklaştırış, siyasette neçe 100 yıllık hanlık medreseleri, cami hanıqalarından ayrılgan. Şundaq demo tigi isil diniga çın bu yurt halkı her fırsatta öz dinine qayta barpa qilish, onun ruknlarini jari qildırışdan baş tartmagan. 2009 yıldaki 5. yıl Ürümçi qatnamidan keyin Xitayning Sharq Turkistondagi umumyuzlik milliy ve dini örf odat ve an'analariga zarba berish,
atalmış aşkınlıkka karşı köreşleri de özünün pes fitretini namayan kılıp Xitayga galçılık kılışını şeref bilgen bir uçum satqınlarının günü doğuldu. Her fırsatta hizmet görüstüş yoluda Xitay faşistlerine hizmet görüstüş yoluda temizliklap yürüydüğün bu resvalardan biri Lükçün Bazırı'dın yani Lükçün Bazırı'da üst çoğu olan Abdüsalam Habibul idi. 2013 yılları yeni okuş bitirip bazarlık saçxanaga hizmetke orunlaşkan Abdüsalam Habibul Uygur yani qını bozuk Uygur deyimiz bunu 29 yaş Kompartiya azası Ottur boy pişmak kelgen bir qitim öğlenip ajrashkan Lükçün saçxanaga hizmetke düşkendin itibaren işgaliyetçi Xitay devletiga Xitay tajavuzchi devletiga nihayet sadıklık bilen işlep 2013 yılı 6. ayının 25. günü Xitay Kompartiyası azalıqıga kirgen yani azalıqı tasdiqlangan. Abdüsalam Habibul bulupmu dini etiqadı güçlük yaşlarını noktalık nazaret objekti kılıp tallaydı. Öz ornu ve hukukudan faydalanıp uzun kiyingen kız ayollarının kiyimi, yaş erlerinin sakal, doppusu katarlık taşkı görünüş, yürüş duruşlar bilen alahide kerişidir. Özünün balı ağıyınları, konu savaktaşlarımı hiç kandak yüz hatırı kılmay, dostana teklip, ütünüşlerine kılsıpsan kılmaydı. Hatta dervişlerini paylap, dini sohbet üstüde tutup, cinayetçi kılış arıqılıp, faşist Xitay devletiga bolğan sadaqatini ispatlaş kıtırışıdır. 2000 yıllardan başlap halkımız öz etiqadlarını tepip, toy tökün, merikelerde arak şarap, tetiksiz uyun tamaşlarını taşlıgan. Merikeler bargan sire İslam'a uygun ötüşke başlagan idi. Bir taraftan Xitay devletinin yerlik faşist idareleri Allah'ın hakkı bolğan dalilarını köçmen Xitaylarga bölüp verip Xitaylarının tez fırsatda köpeyişige şaraitki hazırlap yerlik nüfus terkibini tutsa yana bir taraftan zomigar hükümetinin köçmen Xitaylarını devamlı kollap kuvvetleşebilen Xitaylar tizdin beyip iktisadi tamponsuzluk eğirlap barattı. Bu hakta Wang Chaojun isimlik bir Xitay öz ağzı bilen itiraf kılgan. Yukarıda ismi telg ilingan işgaliyatçı Xitay devletiga sitilgan Abdüsalam Habibul 2013 yılı 2. ayının ma'lum bir günü Ayindin Ömer'nin uyuga keledi. Yani bu Ayindin Ömer biz bilgenimizde Lükçün Bazırı'nın Üşkör kentinin Armeli mahallesinde oltıraqlaşkan özü dini yaxşı okugan bala idi. Çünkü manga bu bala 2 yıl ben şu yerde dehqonchilik, seyköktatchilik bir bazı kuruyordum. Şu bazıda bana 2 yıl işlegan. Her qanday ishni mundarak qilib bo'lib ekan degan yani qo'ymay ishlaydigan bala edi. Shundaq astaydi. Men bu bak amraqdim bu balaga. Mushu balaning beshira bu facialar şu vaqtda kelib vicdan egisi bo'lgan bu bala mana 2013 yılı 2. ayının ma'lum bir günü Ayindin Ömer'nin uyuga keledi. Bu heliqi Abdüsalam Habibul degan mal'un. Bu vaqtda Ayindin Ömer uyida yo'q bo'lib, eshik qattiq qilgandan keyin eshikni ayoli ochdi. Yüz yepiq ayolni ko'rgan jallab Abdüsalam Habibulning asabiyligi tutib, ayolning yuzini eshikka buyurdi. O ayol yüzünü açıkla unutmagandan keyin öyle yalğız kalgan yaş ayolga kol uzatıp yüzünü içip yüzünü yögüp alsam ay parim eken depti men. Çağlık nime eken sen go dep o ayolga hakaret kılıdı. Horluk çidimigan ayol lanet bolsun sana dozakta kuyersen dep uyga kirip işikine takıp vardı. Yaş ayolga yüzünü içip yüzünü yögüp alsam bu yerde bir gapni bir nima kaptı. Kol uzatıp ayolga yüzünü içip yüzünü yekip alsam ay permikin depti men tüfi dep bir yerde bir yüzük tükegen iş var yüzünü tüfi yüzünü yögüp alsam ay permikin depti men çağılıp nimiken sen qo'y dep o ayolga hakaret kılıdı. Horluk çidimigan ayol
lanet bulsun sana, dozaqqa kuyersen deb uyga kirib eshikni taqvaradi. Eri uyga qaytib kelgandan keyin zulmga uchragan chorasiz ayolning yig'lab turib yer Ayindin Umarga deb bergan ahvoli bu qadar. Erining Xitoy davlatining jillat soqchisini o'ldirishga otlanishi, uningdan keyin erining va jamoatining beshiga keladigan xatarlardan ansirab demagan ahvollarini texi Alloh o'zi biladi. Asabiyligi haddidan oshgan jillat Abdusalom bozoriga berib Ayindin Umarni topadi ve zo'migarlik bilan soqchixonaga opirib soqirini majburiy shurgizib etadi. Ayindin Umar uyiga qaytib kelgandan keyin ayolining xo'rlikqa uchragan shikoyatlarini anglab, do'stlarini yig'ib, bu satqun jillatning haddidan oshgan fashistligi haqida muzokara olib boradi. Muzokara jarayonida boshqa saboqdoshlarining bir qancha qitim bu mal'unga nasihat qilganligi ve nasihatlarının qilch foydasi bo'lmayla qalmay, texmo asabiylashib ketayotganligi ve bu g'olchining ko'zdan yo'qtilmasa bo'lmaydiganligi to'g'risida muzokara natijalanadi. Chunki bu yerda Abdusalom Habibul bilan boshqa qarindoshlar degan boshqa saboqdoshlar, ya'ni kelib bular hammasi maktab saboqdoshi bolalar ekanda tangchish. Bu shunda bo'lganligi uchun bu saboqdoshimiz bo'lgandan keyin buning bir nasihat qilaylik. İnşallah bir faydası bo'lib qolar degan cho'ng umidda bunga bir qancha qitim nasihat qiladi, ammo nasihatning natijasi qat'iy natija ko'rilmagandan so'ng tig'in asabiylashadi. 2013 yil 6 ayning 25 kuni seshanba shu mahalladagi yoshlardan Akram Usmon tuyuqsizlar qo'lga ilinadi. Ya'ni tuyuqsiz u shu sabdoshlardan birisi bo'lgan Akram Usmon qo'lga ilinadi. Saqchi tarafning rahimsizligini yaxshi bilgan Ayindin Umar ve sabdoshları Akram Usmonning qiyin qistoqda mahalladagi yoshlar tarafidan ichilgan yig'in, ya'ni shu muzokaralarini mazmunini fosh qilib qo'yishdan ansirab darhol Akram Usmonni qutuldirishga va chidiqsiz zulmga qarshi kurashishga o'tishni planlaydi. Yoshlar 2013 yili 6 ayning 26 kuni chorshanba sahar soat 3 etrafında yığılıp maslahat qilishib, bölünüp hareket etdi. Bidayeler oldi bilan g'usl qilib namoz o'qiydi. Qanday vaqtimiz g'usl qilamiz qarindoshlar? Demak, o'zining o'lib ketadiganini bildi. O'zining g'uslini o'zi qilmasa, ularni g'usl qildirib ko'madigan inson chiqmaydi deydi. Uning uchun g'usl qildi. Avval g'usl qildi. Ondan namoz o'qidi. Ve oldin tayyorlangan pichoq kaltaklarini elib 3 chaqliq motosiklar bilan yo'lga chiqdi. Naq maydoniga yaqin bir may qachrash punktida oldin tayyorlangan may tonlarini benzin bilan to'ldirdi. Birinchi guruhga chaqmoq tezligida harakat qilib soat 5:50 atrofida Lüksin bozorlik soqchixonaning yig'ilma eshigidan atlab o'tib 7 minut ichida soqchi idorasini qamal qiladi. Ular Udul Abdusalom Habibul turgan nöbetçilik ishxonasiga kirib, naq maydonda Abdusalom Habibulni o'z ichiga olgan bir necha soqchixona ma'murini ujuqtirdi. Chunki bular oldidan shu kunisida Abdusalom Habibulning shu yerda nöbetçilik qilganini bildi ekanda, bilib bugun boshlamasak, ma'o nöbetçilik qiladigan kunda buni uyga berib qilsak bo'lmaydi, shu soqchixona boraydi deb shu muzokarada shu kuni boshlagan. Soqchixona mudiri ko'chman Xitoy Li Changching yarador holda 2-qavat derizdan sakrab qochib qutuldi. Mujohidlar soqchilarning bo'yliga to'xtatilgan mashinalar bilan qochib ketishining oldini olish uchun mashinalarga o't qo'yib etdi. Soqchixonaning qurol yarog' iskilatini qo'lga tushirish uchun yer osti qavatga tushganlar iskilatning maxfiy shipirliq qilin temir eshigini ocholmaydi. Bu yerda asli burun men setni olgan planlarini ham men yozmadim, bu atqanini yozdim. Planlarda asli 7 ayning 5ida mushu plan bo'yicha soqchixonniki shu qurol yarog' ombirini elib, qurol yaroqni chiqib, tosh tushiydigan mashinalar hammamiz bilgandek davom etib turdi. Shu mashinalarni
3'ne bulab apirib, Pichandan keladigan yo'lni 2 yo'l var. O 2 yo'lni to'sab, Turpandan keladigan bir yo'l var asosida, uni to'sib, bir şu barın inqilobidagi şu mujohidlardek bir ishni vujudga chiqarishga muzokaralashib ekan. Ammo Ekrem Usmonning tutul qilish sababi bilan bu oldi usulga ketib, nurg'un ishlar yo'yib bo'lmay qolgan. Saqchixonadan qochgan bir Uyg'ur yarador setilma saqchi. Saqchixona o'dilida o'ltirishliq Ahmad Umar ve Muhammed Umar aka ukalarının hovlisine kirib oladi. Arkasından quvlab kelgan yoshlar öy egasining to'sqinligiga uchraydi. Setilma Uyg'ur saqchiga yon bosgan bu kishilarni 3 qatim gap qilibmi, qoyil qilolmagan yoshlar qochgan Setilma Uyg'ur saqchiga qo'shib Ahmad Umarni o'ldirib tashlaydi. Buni videolarda ko'rgan bo'lganingizda xabarlardan bergan. Saqchixonani yig'ishtirib bo'lgan yoshlar qurolli qism alohida atritiga hujumga o'tadi. Qurolli qism alohida atritidagi alohida atritidagilar tayyorliksiz turganda hammasini pak-paksa yo'qotishga kirishsimi, yanla ba'zilari qichib ulgurdi. Qochgan Xitoy saqchilarini qo'llab manganda Abdulhamid Javud ismli damilishga chiqqan o'qituvchi yoshlarning oldini to'sib turib oladi. Hamda telefonini chiqarib 110 ga ma'lum qilmoqchi bo'ladi. Abdulhamid Javudni qayta ogohlantiribmi, qoyil qilolmagan mujohidlar qochqin saqchilarga qo'shib uni yer tushirdi. Bu jangovarlar yana atalmış xalqni makonlashtirib, beyitish o'rniga hujum qilib, kirib Uyg'ur amonlik qo'g'dug'isini eg'ir yaralandirdi. Bu yaradarni Nevre tuqqini Abdüz G'anam yudib doktorxonaga ilib mangdi. Yoshlar Abdüz G'anamni xeyli ogohlantirsimi, quloq salmaganlikdan uni qo'shib jahannamga yo'lga saradi. Bu hujumdan qisqa vaqt ichida xabar topgan Xitoy ishg'oliyatchi davlat doiralari Pichan tarafdan askar yetkazib kelib bostirmoqchi bo'ladi. Qonxo'r Xitoy davlatining to'liq qurollangan harbiy qismlarining nomard o'qida o'zlari ta'minlagan uzun qilich, xanjar, benzin qatorliq to'limi oddiy, hatto günümüzde ittidai sanıdığın kurallarga ega yoshlardan Ayindin Ömer qatorliq 11 kishi naq maydonda shahidlik sharifini ichidi. Shahidlik sharifini ichidi. Ahmet Niyaz Sidiq qatorliq 4 kishi yordar qo'lga tushdi. Yordar xalqqa qo'lga tushib qoldi. Shu kuni terrorchi Xitoy davlatining e'tirof qilishicha Xitoy tarafdori Abdusalom Habibul qatorliq 16 Uyg'ur, 8 Xitoy jami 24 kishi o'ldirilgan. Lekin vaqadan keyinla Erkin Asiya radiosi muxbirining ziyoratini qabul qilgan Lükçünlük bir ahundan e'tirof qilishicha davlat tarafidan 35 kishilik kepenlik berilgan. Muxbir naq maydonda shahid qilingan 11 kishining ular ichida bor yo'qligini so'raganda ahun ularning yo'qligini aytgan. Buni men radiodan o'zim anglagan. Radiodan anglab ahunning ismini meyde tilga olmadim. Onun ismi vardı. Kulağım bu anlaganlıktan manaya kirgizdik. Al beşilikse Xitoyniki o'ziniki matbuotlarda e'lon qilgani ma asınqisi bo'lsa desa, shu ahunning shu vaqtda Erkin Asiya radiosiga bergan ma'lumoti. Darvaqa Xitoy hukumatining vatansuyar yoshlar uchun kepenlik ta'minlashi mumkin emas. Şuna bu qatimliq vaqada ishg'oliyatchi Xitoy tarafidan naq maydonda o'ldirilganlarning soni 46dan az emasligini jazmlashtirishga bo'ladi. Uzun yillar mustamlika istibdod ostida yashab kelgan bu xalqning jasur o'g'lonlari tarafidan 6-oyning 26-kuni saharda qo'zg'atilgan majbur zulmga qarshi turish harakatini tuyuqsiz ilib berishga majbur bo'lish, tayyorlikning kam, qatnashuvchilarning ozligi va yordamchi kuchning yo'qligi sababli qisqa vaqt ichida fojialik oxirlashdi. Bu qatim zulmga qarshi turish vaqasida shahid bo'lganlarning ba'zilarining ismlari tuvandikicha aniqlandi. Ayindin Umar, Abu Bakr Sitam, Yasin Yusuf, Yusuf Ali, Abdul Ahad Osman, Ekrem Tuniyaz, Ali Ahmed Niyaz, İbrahim Osman qatorliqlar naq maydonda ishg'oliyatchi Xitoy davlati tarafidan shahid qilingan.
Şu güne yardar esir ilingan 4 nefer deyilgen bulup Ahmet Niyaz Sıdık ve Abdullah İsrafil şuların içinde idi. 6. ayının 28. günü geçe tutkun kılınganlarının sani 72 yetken. 6. ayının 30. günü köreşçi İbrahim Ali kolgu düşken. Mücahit yani. İşgaliyetçi faşist Xitay devleti mezgor vakani çoğunu kiçikletiş, kiçikni yok kılış taktikisi boyunca köp davran salmaslık. Aksice bütün uçurlarını kamal kılış siyasetini yürügüzüp 6. ayının 26. günüdün 7. ayının 15. günü geçe her kaysi tor alaka sistemlerinde 800'den artık ösek uçur tarqıtılganlığı atılmış eğvagerden 199 kişini iniqlab çıkıp 70 kişiye çare körgenligini e'lon qilgan. Faşist Xitay devleti Ahmet Niyaz Sıdık, Abdullah İsrafil ve İbrahim Ali'lerinin ölümge hüküm kılınıp Ekrem Osman'ın 25 yıllık müddetli qamoqqa ilinganligini e'lon qilgan. Bu Xitayning o'sha xabarlarda e'lon qilingan xabarlar. İniksiz ma'lumotlar qaraganda bu voqeaga chitib turib tutqun qilinganlarning soni 800'ni ishib ketgan. Bularning ko'pinchisi yoshlar bo'lib, eng tubini 3 yillik qamoq hukm qilingan. Shu kuni yoshlar tarafidan o'ldirilgan soqchilardan Abdusalam Habibul, Adil Ablis, Yahya Israfil ve Jabbor Usmon qatorliqlarning ismi aniqlangan. Atalmış soqchixona boshlig'i Li Changchim tirik qochgan. Tirik qilib qochgan. Abaytın derip öpkettik o şu yatağının penceresinden şu saçxanın keyin tiripi özünü etip yardar halde kaçıp kutulgandı. Atalmış halkını makanlaştırıp beyit kuruluş rayonundaki 2 qavatlik bina kuruluşu da işlevatkan küçmen Xitaylardan 90 kişi kuruluş müddikiri Xitayның her kandak nasihetiga kulak salmay kuruluşunu taşlap yurti Sichuan'ga kaçkan. Vaqadan keyin soqchilarning ikkisining otisi uzun o'tmay nadomat ichida o'lgan. Bularning ismlarini bilmadik, ama isimleri aniqdi. Shahidlarning birisining otisi al mahallarini tashlab, itizlik chiqib, kapitib yetib olgan. Bu haqdagi paramlar shahid otisining koni tunushlaridan biri. Peshqadam soqchining qo'liga yetib, soqchi uni yo'qlab borgan. Ve şehitinin atısıga mundaq təsəlli bergen. Şu kini vaqa tinjitilgandan keyin Xitay taraftarlarının tapdiri bilen şehitlerinin bedenleri bir zalıga elip kelinip 2 tarafga ayırıp koyulgan. Naq maydanga heliqi peshqadam soqchimi borgan bo'lib 35 kişinin jasadi bir tarafga sisiq purab ve chivinning jiqligidan yaqin yo'lash qiyin bo'lgan. 11 kişilik şehit cenazeleri tarafta bolsa bir muçivi yok. Hatta tulumu illik bir hit tarqalgan. Bunu hes qilgan peshqadam soqchi naq maydonga birga kirganlardan bu haqda so'raganda bir diniy zot atri chechib olgan o'xshaydi degan. Mazkur peshqadam soqchi o'zining buningga qalbida qilchi qoyil bo'lmaganligini, bu yoshlarning to'g'ri yo'lda ekanligiga ko'nglida qanoat tepib, darhol doktorxonadan kasallik isboti elib olib, uyda yetib olganligini, keyingi qo'g'lab tutishlarga aralashishdan hazar qilganligini aytib bergan. 2009-yildagi ya'ni Ishkirdagi Shougan degan yerda yuz bergan bir voqeani qistirib o'tdi. 2009-yildagi Shougan voqeasidan dal 4 yil keyin 5-yo'l Urumchi qatlamının harbisida yuz bergan bu voqea dastlabki vaqtdan e'tiboran Amerika, Kanada, Angliya, Germaniya, Fransiya, Yaponiya, Turkiya ve başka ellerden nurgun xalqarалық matbuotlarda bu haqda bas-basda xabarlar e'lon qilinib, Xitoyning bu haqda to'g'ri uçur bilan ta'minlash talab qilingan ve Xitoy hukumati, Xitoy tajovuzchi hukumati demokratiyaga chaqirilgan. Tulumu afsuski mushundaq adolatsizlikka, haqchilikka, ruhiy ve jismoniy xo'rliqlarga qarshi ilib berilgan 26-yo'l inqilobi jihadi yuz bergan kunidan e'tiboran faşist, komünist Xitoy devleti tarafından
numussuzlarcha chegara sirtiga bağlangan 3 xil kuchlar ağırlaşkan terörlük vakası deb e'lon qilinib, davlat ichi va sirtiga qarta qattiq qamal siyosati yurgizilib, har qanday chet ellik muxbirning rayon bilan shahidlarning yaqinlari yoki ahvolidan xabardor har qanday kishi bilan ko'rishishi to'sqinlik uchirgan. Hamda har doimgidek barliq matbuotlarni ish qisilib, atayin raddiya maqolalari e'lon qilib, kunni etak bilan yepishga uringan. Tajavuzchi faşist Xitoy davlati shuni bilib qo'ysinki, biz tugab ketmadik va tugmaymiz. Biz terrorchi emasmiz. Biz faqat o'z haq huquqimizni, erkinligimizni va hurligimizni qo'lga keltirishga tirishayotgan izbosarlarimiz xolos. Buni shu o'zimizning egallagan xabarlardan ba'zi Erkin Osiyo radiosining ziyaret xatirlerinden, Xitayning şu vaqt chiqargan ba'zi xabarlardan yig'ishtirib, o'zimiz bilganlarga silishtirib, mukammal haqiqiy bo'lgan ishlarni shunchalik yozib chiqdik. Qarindoshlarımızning buni savrchanlik bilan o'tirib tinglab berganlaridan Allah razı olsun. Yoshlarımızning şu vaqtdagi şu yoshlardan o'ginib, cesur yani cesur, haqiqiy bir erkeklerden bulup yetişiş için yaşlarımızga to'liq anlatışını niyet qilib bir chaqirdik. Qarindoshlarımızdan bir yoshlarning kelganligini Allah rahmat qilsin. Ammo yoshlar bir yerda yig'ilganlarda gapimizning temisi shunda bo'lsin. Balkim buni to'g'ri qo'yishimiz mumkin. Buni yoshlar bir o'qib, o'zlashtirib şu fidakar yaşlarımızın üygense deydiğen ümittemiz. Hemmenizlerden Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. 10. ayın 28'i benim hatırlaşımca. Bu kardeşimiz hem de şu yerge şu işini başlatmayan kardeşimizin ismi Yusuf Ömer. Bu Yusuf Ömer diyen kim? Abaytın bizim şu Lükçün katliamının baş ayağındaki ismi devam tılık elinip gelgen Ayindin Ömer. Ayindin Ömer'in akisi. Bunlar 4 oğul. Yusuf Ömer Hamed'in şu. Onun küçüğü Osman Ömer. Onun küçüğü Ahmet Ömer. Ayindin Ömer. Ayindin Ömer en küçüğü. Abay degenimdeki tek Ayindin Ömer benim kolumda bir 2 yıl işinde de verdim. Azıcık kıstırdım. Bu 4 oğul hemmisi şu mahallede hemmil insana şundak bir illik muamele bilen şundak çıkışka hem de tarifini kıp dilimizden hemmine kıp olamayız. Şundak bir yigitlerden de bular. Bu Yusuf Ömer keyinki kunlarda ben Ürümçili vaqtida şu Ürümçiga chiqib ben beshat tijorat qilib biraz pul topsam, bo'g'dak biraz yurtda biraz qarzlarim bo'lib qoldi deb shay chiqib ekan. U o'zi bir o'g'lini shu Yasin Qari degan bu Yasin Yusuf degan abay shahid bo'lib ketgan bolani navonchilik qilib Ürümchilik 2 yil shahar yurib navonchilik usti qilib shu 3 tosh deymiz, shu yerda bir koyu ötürüp satılan bir kasapxana var. Kuşxana deyimiz. Kuşxana içilgan şu kuşxanda bular navaişlik kılattı. Yasin Yusuf Akın şu vaqtda şu yerde bir aşxana açtı. O atiyen şorbu salattı. Düştüğün kim boğandı polo kılattı. Düştüler polo kılamdı ya. Şu polo olan şorbuğa çılat işidiganda bu Yasin Qari nayak atıda. Şu işlerden şöyle şoğullandı. Şu mavi Lükçün katliamından keyin ben bu Yusuf Akın'a benim iqtisadi muamelem bo'lgan bo'lib şu yilsida ben vatanga borganda haramdan vatanga mang'ishlik bir necha 100 kilo atir ag'ash borgan. Atirini to'yib ag'ash borgan. Şu atirini ben Yusuf Akın'a sen Ürümchida şu Saudiyning kechin atirsa shuni sotgan dedim, xo'shib qolgan. Shuni bilan ancha-muncha ko'rishib turibdi. Bir gün uçurksam o men Lükçün de dedi de. Sen Ürümçi durmay Lükçün bir kapsam o desem
Sen lükçünlük işlerini anlamadın mı deyip anladım desem, lükçünlük işte benim oğlum Yasin Qari bilen Aynen Qari'nin ikisini bular müşahede şehit kılıp etipti. Şunu benim çağırıp ekilip müşahede turguzub aldı. Ürümçi çıkışınga ruhsat vermedi müşahede turvatıman dedi. Eğer ticaretini şu desem, ona turup da hazır çime müşahede dedi. Ha dedim. 10. ayının içinde 10. ayının bir 20 neçilerinde bu ay miken bana bir telefon oldu bu. Telefonunu ünç kıyvadı, kimlik ekanligini bilmey onu aşmaya tursam, o kenarda köykö dedi amırım vardı, çiçiden diye. Çiçi ya, şunun orada o telefonunu. Aşmaya tursam, Örümçi'nin bir kardeşimiz bana telefon olup, Yusuf Akam senin bilen görüşmek iken bir açsan optika dedi. Mağulda açsanlar şu Yusuf Akam şundan sureti çıktı. O yüzden sana bir görüşüp bir sen ola bir görüş var dedim dedi. Sen hadi sen ben Beijing'de dedi. Sen Beijing'e kapsan bu desem hemşe bir kişi gelgen dedi ticaret kıl bağdım ben çünkü o kuşkandım maypay yığıp işkesi yapıp satıp durardı dedi. Şunu şöyle iki kaldı da şuna oyladım. 6 gün sözleştiğimiz üzül gitti telefon. İkinci kursam ulan dedi pakatlı. Birkaç gün değil ki ma o Beijing'deki ma iş oldu edip öne oturuğa çıktı. Qarsam Yusuf Akın'ın ismi şahit durdu. Yusuf Akın şu lükçünde vaxtında bana lükçün ben çağırtıp ekilip aldı. Aka hamdi dua kıl. Bu dert patmadı diyen bir kadın. Demek oğluyla iğnesine nahak Xitay şehit kılıp atkenlikten bu şununla bir avazımızı yukarırak bir anlatıp akıldı. Beijing'de ma işini kıldı dep oyladım. Ama o Xitay matbuatlarda ya da olmasa medyalarda bunu teröristler, halkara teröristler dep şununla çetip durup bazı videolarını kep yürüp kıldı hem de bunun bilen bunu şu münasebetle bunun ayırılığını çatmadı ama şu üçün katliamını bilen ikisi asasen hem de bir çünkü üçündeki çidimigan kardeşimiz Beijing bir bağışını onda kalan iki onun ölüm cezası bir etip etti. Demek bula kağa iki oğul var hem de Ahmet Ömer bilen Osman Ömer'in ikisinin qaysi halatligini bizden haberimiz yok. Ama şu Yusuf Ömer bilen Aynen Ömer'in ikisini şehit kılıp etti. Yusuf Ömer'in oğlu Yasin Qari'nin şehit kılıp etti. Bunun bir oturup eğledim kardeşlerimizle. Bence Uygur Müslümanlarının keyinki 50-60 yıldan beri yani komünist Xitaylarning vatanimizni besib olgandan tortib hozirga qadar har qaysi viloyat yoki har qaysi noyalarda o'xshamagan shakllarda qarshilik bildirish har xil inqilobiy harakatlar deb berilgan bo'lsa-mu mag'lublar kundan kunga ahvolimizning nacharlashib bizning xorliqqa yuzlanayotganligimiz hozirmi chet elga chiqadigan shu yerdagi şehit bo'lgan yoki vatanda har xil sabablar tufaylidan chiqolmay qolib qolgan yurtdoshlarning ichida Alloh ne'mat ato qilib biz bir qancha ming kishilarning chet elga chiqadigan bo'lsakmi bizning ichimizda tilg'i og'idek bir faoliyatni qilolmay o'sha qilayotganligimizning alayid birdan bir sababi shunga o'xshagan aramizdan chiqqan inqilobchilarni aramizdan chiqqan shehidlarimizni aramizdan chiqqan olim ulamolarimizni mujohidlarimizni yosh qadrlamaganligimiz tufaylidan bularning ish izlarini avlodlarimizga yaxshi o'rgatib avlodlarimizning ichidami men uchun bo'lsam shular o'xshash shahid bo'lsam bo'larkan degan bir orzu istaklarni yemaganligimiz uchun bo'lishi mumkin deb qarayman. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ Yani şuna o'xshash bugun Arafa kuni ata Qurban hayit qurbonlik qilingan hojilarning mina Arafatlarda turilgan mushu faoliyatlarni bayon qilib bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taolo
şu dini faaliyetlerini qilish, şunu alayda ajratib vaqt-vaqtida ado qilish qatorliq mush faaliyetlerini Allah Taola'nın şuarlarındandır. Kimiki Allah'ın şuarını kattılsa, onu büyük bilip alayda joyida ado qilishga tirishsa, mana bu taqvo dilning taqvoligi jumlasidandir deb bayon qildi. Bu oyatning mazmuni yana bir jihatdan siyosiy bizning voqealiklarımizga qarasak, islom uchun tirishchanlik etgan, islom uchun fidoyilik qilgan mujohidlarimiz, olimlarimiz, qalamkashlarimiz ve bu yolda hiç qanday isimleri tilga ilinmasdan neçe 10 yıllar turmudu müddet gidip bağlan qarindoshlarimizni kitaplarga, tarixiy asarlar qilib yozib chiqib, avlodlarimizga tushuntirmaganligimiz tufaylidan aramizdan inqilobchilarning chiqishi azib ketib qolgan bo'lishi mumkin. Shunga mush faoliyatlarni alohida xotirlash, mayli vataninimizning Lukchida bo'lsin, Yakanda bo'lsin, Urumchida bo'lsin, G'uljida bo'lsin, yoki Aqsuning Qarashyo'lg'ida bo'lsin, Xitoy tajovuzchilariga qarshi jasurlarcha maydonga chiqib, jinni qurbon qilgan qarindoshlarni har qachon, har vaqt alohida buning nomini kattalab, shunday yil dönemlarda ularning tarixiy ish izlarini bir-birimizga so'zlash, avlodlarimizni uyutish orqali yosh o'smirlarni shunday ilgari o'tgan shahidlardagidek hal qilg'uch paytga duch kelganda janni birishdan qo'rqmaydigan tarbiyalasak, bu Alloh taolaning yuqorqi oyatda bayon qilgan taqvolikning jumlasidan bo'ladi deb qarayman. Mush oyatning bir ma'nosiga mush mazmunlarni cho'qim kirdim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoki sahoba radhiyallohu anhumning izlaridan alayda falani sahaba, falani kishi falani jangda shahid bo'lgan, uni alayda xotirlagan faoliyat yo'q-ku degan ba'zi gap so'zlar shuncha anglanadi jamiyatda. Buning İslamda asosi bor yo'qligini bilishimiz uchun Qur'on Karimning o'z ichiga olgan umum ma'nosini qaraydigan bo'lsak, Qur'on Karimda nahnu naqussu alayka ahsanal qasas, islom uchun, din uchun, e'tiqod uchun kuch qilgan payg'ambarlarning qissasini yuqorida so'z qilgan Mahmud Davollam va boshqa qarindoshlarning tilga olgan yer sharida aytdi isimleri tarixiy kitaplarda dastan bo'lgan kishilarning vayron bo'lish tarixlarini Qur'on Karim bizga qissa qilib bayon qilishi, Qur'on Karimning ba'zi olimlarning bayon qilishi 4dan biri qissa, ya'ni ilgari qavmlarning qissalari, Allah iman etgan kishilarning shu zolimlarga qarshi turish jarayonidagi izlarini Qur'on Karimning bizga bayon qilib bergani, Payg'ambar alayhisalom ilgari o'tgan payg'ambarlarning qissasini shu vaqtdagi Makkadagi musulmonlarga yoki shu davrdagi kufr bilan taqobil bo'lgan oz sondagi musulmonlarga deb berish orqali shularning jasoratini qo'zg'agan bo'lsa, bizmi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning davridan tortib hozirga qadar sahobalar olsun, tabiinlar olsun ve ondan keyin her qaysi davr, her qaysi rayon, her qaysi değerlerde ötken mujohidlarning, olimlarning mana bu shunday zolimlar qarshi turish, haqni sizlar shu yo'lda jannat fido qilgan fidoilar olsun, shularning ish izlarini unutib qolmasdan yod etib, bo'lsa kitob chiqarib yozib, avlodga qoldira olsak, inshaalloh biz fakat hata qilgan bo'lmayli qolmasdan ham to'g'ri qilgan mush qilgan izlarimizga, mush qilgan faoliyatimizga, mush ish uchun sarf qilgan vaqtimizga savob oladigan alohida ibodatlarning qatoridan bo'ladi deb qarayman. Alloh subhanahu va taolo hammamizni islom uchun jon fido qilgan barliq shahidlarni qadrlay oladigan avlodlarimizni shu shahidlarning yo'lida
fidokorlik ko'rsatadigan qilib haqiqiy mujohidlarni tarbiyalaydigan ishlarni qilishni Alloh taoladan tilaymiz. Mening so'zim hozircha oxirlashdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبات للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Allah, bugünkü ulug' kunda, bugünkü savoblar tökülüp turgan kunda dualarımızı kabul qilgayli Allah. Ya Allah, şehitlerimizden qonlarini yad qilib qo'ymagayli Allah. Ya Allah, vatanimizni azod qilishga bir nisb qilgayli Allah. Ya Allah, imonimizni kuchli qilgayla. Bizni ana shunday mujohidlarni ko'plab chiqarib bergayla. Bizdan ana shunday jihad qildigan, qalbiga yuksak g'oyadan tutgan kishilarni chiqarib bergayli Allah. Ya Allah, bizni Kıyamet günü yani şu vatanimizde nahaq qatl qilingan kishilardan uchrashgan chog'da ularga uzr ayta oladigan bir ishlarni vujudga chiqara oladigan kishilardan qilib bergayli bizni ya Allah. Ya Allah, vatanimizdagi zulmni uzr to'xtatib bergayli ya Allah. Ya Allah, uzr bizga yordam bergayli ya Allah. Ya Allah, shu qilgan qurbonliklarimizni, at qilgan qurbonliklarimizni, bugun tutgan ro'zlarimizning yuz hurmati bilan bizga yordam bergayli ya Allah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.